Trigonometrik tengsizliklar mavzusini davom etamiz. 92-mavzu. 92/2 kosinus x bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklar. Bundan oldingi darsda sinus x bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklarni yechishni o'rgandik. Endi bugun kosinus x bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklarni yechishni o'rganamiz. Buning uchun bizga tengsizlikni yechish algoritmi va ushbu qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladi. Tengsizlikni yechish algoritmini o'tgan darsda ham aytib o'tdik. Yana bir marta takrorlab o'tsak, demak, istalgan ko'rinishdagi sinus va kosinus bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklar ushbu 5 ta ketma-ketlik asosida yechiladi. Birinchisi, qiymat qaysi o'qdan olinadi degan savolga javob berishimiz kerak edi. Ikkinchisi, qachon shu qiymatga teng degan savolga javob topishimiz kerak. Qaysi yo'l yechim, boshlang'ich nuqtasi qaysi va tugash nuqtasi qaysi degan savollarga javob berishimiz kerak edi. Va yana qo'shimcha ma'lumot aytib o'taman. Boshlanish nuqtasi doimo tugash nuqtasidan kichik bo'lishi kerak. Undan tashqari bilamiz, oldingi darsda aytib o'tdim. Sinus bilan bog'liq tengsizliklarda qiymat y o'qdan olinar edi. Ana endi bugun kosinus bilan bog'liq tengsizliklarni o'rganamiz. Kosinus bilan bog'liq tengsizliklarda qiymat x o'qdan olinadi. Ya'ni ushbu 1/2, 1/2, -1/2, -1/2 degan qiymatlar x o'qdan olinadi. Va sinus kosinusni bo'lganimizdan keyin tangens katangensga o'tamiz. Tangens bilan katangens birlik aylangan emas, tangens va katangensning o'zining grafiki orqali yechiladi. Buni ham tangens va katangens mavzusiga borgan vaqtda ko'rib o'tamiz. Demak, ushbu misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi kosinus x katta 1/2. Birinchi savol: qiymat qaysi o'qdan olinadi? Kosinus bilan bog'liq tengsizliklarda qiymat x o'qdan olinadi. Ya'ni x o'qda 1/2 degan nuqtani topaman. Birlik aylana, markazi 0 dan 0, radiusi 1 ga teng. Mana shu kesmaning uzunligi 1 ga teng bo'lsa, demak 1/2 bu kesmaning o'rtasida joylashadi. Endi mana bu nuqtadan y o'qiga parallel qilib aylanaga vatar o'tkazaman. Demak, birinchi savolning javobi qiymat qaysi o'qdan olinadi? X o'qdan oldim va x o'qdan mana shu 1/2 nuqtani belgiladim. Ikkinchi savol: qachon shu qiymatga teng? Ya'ni kosinus x qachon 1/2 degan qiymatga teng? Bilamiz, kosinus x 60 gradusda 1/2 ga teng. Uchinchi savol: qaysi yo'l yechim? Kosinus x ning 1/2 dan katta qiymatlari kerak. X o'qida 1/2 dan, ya'ni 0.5 dan katta sonlar bilamiz o'ng tarafda joylashgan. Ya'ni buni 0.5 deb qarasak, 0.6, undan 7 va hokazo 1, 2, 3. 1/2 dan katta sonlar o'ng tarafda joylashgan. Demak, kosinus x ning 1/2 dan katta qiymatlari so'ralganligi uchun mana bu kesma va unga mos mana bu yo'l yechim bizda. Mana shu yo'l yechim. Demak, qaysi yo'l yechim degan paytda o'ng tarafdagi yo'l yechim degan javob berdik. Endi boshlanish nuqtasi qaysi, tugash nuqtasi qaysi? Boshlanish nuqtasi va tugash nuqtasini topishimiz uchun bizga ikkinchi nuqtaning ham qiymati kerak bo'ladi. Buning uchun 60 gradusni yechim bo'lgan yo'l bo'ylab yuritib chiqaman. Orqaga qaytib kelgani uchun bu yerda 0 gradusga tushadi va yana bu yerda mana shu nuqtaga kelgan paytda -60 gradusga keladi. Chunki 60 gradusdan 0 gradusga tushgancha bu 60 gradus yo'l bosib o'tdi. Demak, mana bu vatar y o'qiga parallel bo'lganligi uchun bu yo'lning qiymati necha gradus bo'lsa, pastdagi yo'lning qiymati ham shunday bo'lishi kerak. Ya'ni bu yer 60 gradusmi, pastdagi yo'l ham 60 gradus bo'lishi kerak. 0 gradusdan yana 60 gradus orqaga qaytsa, bu -60 gradus bo'ladi. Endi bizda -60 gradus va 60 gradus degan nuqtalar bor. Qaysi biri boshlanish nuqtasi, qaysi biri tugash nuqtasi? Boshlanish nuqtasi tugash nuqtasidan kichik bo'lishi kerak edi. Shuning uchun -60 gradus boshlanish nuqtasi, -60 gradus tugash nuqtasi. Demak, javob x imiz -60 gradus va 60 gradus orasida joylashgan ekan. Endi buni radianga o'tib davr qo'shib ketishim kerak. Sinus va kosinus bilan bog'liq tengsizliklarda 2πk davr qo'shilishi kerak edi. Radianga o'tadigan bo'lsak, -π/3 plus davr qo'shadigan bo'lsak, 2πk dan javob π/3 plus 2πk gacha bo'lar ekan. Ikkinchi misol. Endi birinchi misolda kosinus x ni 1/2 dan katta qiymatlarini ko'rgan bo'lsak, ikkinchi misolda kosinus x ni 1/2 dan kichik qiymatlarini ko'ramiz. Qiymat qaysi o'qdan olinadi?
kosinus bo'lganligi uchun qiymat x o'qdan olinadi. X o'qdan 1 taqsim 2 nuqtani belgilab, y o'qiga parallel vatar o'tkazaman. Qachon shu qiymatga teng? 1 taqsim 2 ga 60 gradusda teng. Qaysi yoy yechim? 1 taqsim 2 dan kichiklari so'ralgan. 1 taqsim 2 dan kichik sonlar, masalan, buni 0.10 dan 5 deb qarasak, 0.10 dan 4, 0.10 dan 3, 0, -1, -2 va hokazo 1 taqsim 2 dan kichik sonlar mana bu tarafda joylashgan. Va bunga mos yoy ushbu yoy bo'ladi. Demak, kosinus x ning 1 taqsim 2 dan kichik qiymatlari joylashgan yoy ushbu yoy. Demak, qaysi yoy yechim degan savolga ham javob topdik. Boshlanish nuqtasi qaysi, tugash nuqtasi qaysi degan savollarga javob topsak, tengsizlikning yechimi paydo bo'ladi. Lekin uning uchun ikkinchi nuqtaning qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun yana yechim mana bu 60 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'lib yutib chiqaman. Bu yerga kelsa 90 gradus, bu yerga kelsa 180 gradus, bu yerga kelsa 270 gradus. Endi 60 gradusdan 90 gradusgacha 30 gradus yoy bosib o'tdi. Demak, bu yerda ham 30 gradus yoy bosib o'tadi. 270 gradusga 30 gradus qo'shsak, bu nuqtaning qiymati 300 gradusga kelib chiqadi. Demak, yechim 60 gradus boshlanish nuqtasi, 300 gradus tugash nuqtasi. Chunki boshlanish nuqtasi tugash nuqtasidan kichik bo'lishi kerak. 60 gradusdan katta x, 300 gradusdan kichik oraliq kosinus x kichik 1 taqsim 2 tengsizlikning yechimi bo'ladi. Radianga o'tirib davr qo'shadigan bo'lsak, bu pi taqsim 3 plus 2 pi ga davr qo'shaman va 5 pi taqsim 3 plus 2 pi gacha. Ya'ni yechim pi taqsim 3 plus 2 pi dan 5 pi taqsim 3 plus 2 pi gacha. Uchinchi misol, birinchi va ikkinchi misollarda kosinusning musbat sondan katta yoki musbat sondan kichik bo'lgan ko'rinishdagi tengsizlikka eshitdik. Uchinchi va to'rtinchi misollarda kosinusni manfiy sondan katta yoki kichik bo'lgan qiymatlarni ko'rib chiqamiz. -1 taqsim 2 manfiy son bo'lganligi uchun x ning manfiy tarafida joylashadi. Ya'ni mana bu joyda bo'ladi. Manfiy sonlar x ning chap tarafida va -1 taqsim 2 mana bu yerda joylashadi. Qiymat qaysi o'qdan olinadi? X o'qdan olib, o'zi belgilab ham bo'ldik. Ikkinchi savol, qachon shu qiymatga teng? -1 taqsim 2 ga qachon teng kosinus? Kosinus bilamiz, -1 taqsim 2 ga 120 gradusda teng. Endi qaysi yoy yechim? Kosinusni -1 taqsim 2 dan katta qiymatlari kerak. -1 taqsim 2 dan katta qiymatlari bilamiz, o'ng tarafda joylashgan va unga mos yoy, mana bu yoy bizda yechim bo'ladi. Endi ikkinchi nuqtasini topishimiz uchun yechim bo'lgan yoy bo'ylab 120 gradusni yuritib chiqishimiz kerak. Orqaga qarab harakatlanyapti. Bu yerga kelsa 90 gradus bo'ladi. Bu yerga kelsa 0 gradusga qaytadi. Bu yerga kelsa -90 ga qaytadi. Yana qanchadir masofa yoy bosib turibdi. 120 dan 90 gacha yoy 30 gradus bo'lsa, bu yerda ham yana 30 gradus yoy bo'lishi kerak. Demak, -90 -30. Shunda bu yeri minusdan 120 gradus bo'ladi ekan. Endi kichkinasi -120 gradus bo'lganligi uchun boshlanish nuqtasi -120, tugash nuqtasi plusdan 120 gradus. Javob -120 gradusdan 120 gradusgacha bo'lgan oraliq bizda kosinus x ning -1 taqsim 2 dan kichik oraliqni ko'rsatadi. Radianga o'tib davr qo'shib ketadigan bo'lsak, -2 pi taqsim 3 plus 2 pi k dan 2 pi taqsim 3 plus 2 pi k gacha degan yechim kelib chiqadi. To'rtinchi misolda endi shu -1 taqsim 2 dan kichiklari so'ralgan. -1 taqsim 2 demak -1 taqsim 2 ga 120 gradusda teng kosinus. Endi shu -1 taqsim 2 dan kichiklari. Kichiklari chap tarafda joylashgan, unga mos yoy mana bu yoy bo'ladi. Endi boshlanish va tugash nuqtasini topishimiz uchun mana bu ikkinchi nuqtaning ham qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun 120 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yuritib chiqamiz. Bu yerga kelsa 180 gradus bo'ladi. 120 dan 180 bo'lish uchun bu 60 gradus yoy bosib o'tdi. Yana 60 gradus yoy bosib o'tsa bu 240 gradusga keladi. Demak, kichkinasi 120 gradus bo'lganligi uchun boshlanish nuqtasi 120 gradus, tugash nuqtasi 240 gradus. Radianga o'tirib davr qo'shib ketadigan bo'lsak, 2 pi taqsim 3 plus 2 pi k dan
4pi taqsim 3 plus 2pk gacha oraliq ushbu tengsizligimizning yechimi bo'ladi. O'zingiz sinab ko'ring, misollarga yetib keldik. Nomer 1 da 4 ta tengsizlik berib, tengsizliklarni yeching deyilgan shartida birinchi misoldan boshlasak. Kosinus x katta yoki teng iltizosli 2 taqsim 2 ga. Kosinus x da bilamiz qiymat x o'qdan olinadi. Demak, x o'qdan iltizosli 2 taqsim 2 degan nuqtani topib belgilayman. Iltizosli 2 taqsim 2 musbat son bo'lganligi uchun x ning musbat tarafida joylashgan bo'ladi. Taxminan shu yerlarda bo'lsin. Iltizosli 2 taqsim 2. Endi qachon iltizosli 2 taqsim 2 ga teng degan savolga javob beradigan bo'lsak, kosinus 45 gradusda iltizosli 2 taqsim 2 ga teng. Qaysi yo'l yechim degan savolga javob beradigan bo'lsak, iltizosli 2 taqsim 2 dan kattalari kerak. Iltizosli 2 dan katta sonlar o'ng tarafda joylashgan va unga mos yo'y ushbu yo'y bo'ladi. Boshlanish nuqta va tugash nuqtasini topishimiz uchun ikkinchi nuqtaning ham qiymati kerak. Buning uchun 45 gradusni yechim bo'lgan yo'y bo'ylab yuritib chiqamiz. Bu yerga kelsa, orqaga qaytib turganligi uchun 0 gradusga tushadi. 45 gradus radian, ya'ni mana bu yo'yning 45 gradus yo'y bosib turgan bo'lsa, bu tarafda ham 45 gradus yo'y bosib o'tishi kerak va shu yo'yni orqaga qarab bosib kelayotganligi uchun bu yer endi minus 45 gradus bo'ladi. Minus 45 gradus kichkina bo'lganligi uchun boshlanish nuqtasi minus 45 gradus, tugash nuqtasi plusdan 45 gradus. Tengligi ham bor ekan. Radianga o'tib davr qo'shib ketadigan bo'lsam, minus pi taqsim 4 plus 2pk dan pi taqsim 4 plus 2pk gacha oraliq yechim bo'ladi va tengligi bo'lganligi uchun katta qovusda olinadi javobimiz. Kosinus x ni iltizosli 3 taqsim 2 dan kichiklari kerak. Birinchi savolga javob beradigan bo'lsak, x o'qdan olinadi. Iltizosli 3 taqsim 2, iltizosli 3 taqsim 2. Qaysi nuqtada shu qiymatga teng desa, 30 gradusda iltizosli 3 taqsim 2 ga teng kosinusimiz. Qaysi yo'y yechim desa, iltizosli 3 taqsim 2 dan kichiklari so'ralgan. Bundan kichik sonlar chap tarafda joylashgan va unga mos yo'y mana bu yo'y bo'ladi. Endi qaysi yo'y yechimni ham bilib oldik. Boshlanish nuqtasi qaysi, tugash nuqtasi qaysi? Buni topishimiz uchun oldin ikkinchi nuqtaning ham qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun esa 30 gradusni yechim bo'lgan yo'y bo'ylab yuritib chiqamiz. Bu yerga kelsa 90 gradusga keladi. Bu yerga kelsa 180 gradus, yana kelsa 270 gradus. 30 dan 90 ga borincha 60 gradus yo'y bosib o'tdimi? Demak, yana bu tarafda ham ikkalasi parallel bo'lganligi uchun 60 gradus yo'y bosib o'tish kerak. 270 gradusga 60 gradusni qo'shadigan bo'lsak, bu yer 330 gradusga kelib chiqadi. Demak, yechim kichkina bo'lganligi uchun boshlanish nuqtasi 30 gradus, tugash nuqtasi esa 330 gradus. 30 gradusdan katta x 330 gradusdan kichikligi kelib chiqadi. 30 gradus. Bu pi taqsim 6 radianga o'tadigan bo'lsak, davr qo'shadigan bo'lsak, plus 2pk. 330 gradus, adashmasam 11 pi taqsim 6, pi ni 6 ga bo'lsak 30, plus 2pk gacha. Tengligi yo'q bo'lgani uchun oddiy qovusda. Uchinchisi kosinus x katta yoki teng minusdan 1 taqsim 2 dan. Minus 1 taqsim 2 manfiy son bo'lganligi uchun x o'qining manfiy tarafidan olinadi. Minus 1 taqsim 2 ga kosinus 120 gradusda teng. Endi minus 1 taqsim 2 dan kattalari so'ralgan. Kattalari bu tarafda, o'ng tarafda va unga mos yo'y ushbu yo'y. Ikkinchi nuqtaning qiymatini topishim uchun 120 gradusni yechim bo'lgan yo'y bo'ylab yuritib chiqaman. Orqaga qarab yurib kelayotir. Bu yerda 90 gradusga tushadi, bu yerda 0 gradus, bu yerga kelsa yana minus 90 gradus. 30 gradus yo'y bosib o'tdi, yana 30 gradus yo'y orqaga qaytish kerak. Demak, bu yer minus 120 gradus kelib chiqadi. Kichigi minus 120 bo'lganligi uchun boshlanish nuqtasi minus 120 gradus, tengligi ham bor ekan, tugash nuqtasi plusdan 120 gradus. Radianga o'tirib davr qo'shib ketadigan bo'lsak, javob minus 2pi taqsim 3 plus 2pk dan 2pi taqsim 3 plus 2pk gachaligi kelib chiqadi. To'rtinchi misol. To'rtinchi misolning qolgan misollardan farqi x emas, argumentda 4x turgan ekan. Demak, minusdan iltizosli 2 taqsim 2 x ning manfiy tarafida joylashgan
va minusdan iltizosli 2 taqsim 2 ga kosinus 135 gradusda teng. Endi minus iltizosli 2 taqsim 2 dan kichiklari so'ralgan. Kichiklari chap tarafda va unga mos bo'lgan yoy ushbu yoy. Ikkinchi nuqtaning qiymatini topishimiz uchun 135 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yuritib chiqamiz. Bu yerga kelsa 180 gradus, 135 180 bo'lish uchun 45 gradus qo'shildi. Demak, yana 45 gradus qo'shsak, ikkinchi nuqtaga yetib kelamiz. Buning qiymati demak 225 gradus. Boshlanish nuqtasi 135, tugash nuqtasi esa 225 gradus. 135 gradusdan katta x emas, endi bu yerda 4x, kichkina 225 gradusdan. Radianga o'tirib davr qo'shib ketadigan bo'lsak, 3pi taqsim 4 plus 2pk dan katta 4x, kichkina 5pi taqsim 4 plus 2pk dan. Tenglikning, ya'ni tengsizlikning barcha tarafini 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x kelib chiqadi. Buni 4 ga bo'lsak, 3pi taqsim 16 plus buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, pk taqsim 2 dan katta x. Buni 4 ga bo'lsak, 5pi taqsim 16 plus buni ham 4 ga bo'lsak, pk taqsim 2 dan kichik degan yechim kelib chiqadi. Shu bilan nomer 1 ning 4 ta misolini ham siz bilan birgalikda ko'rib chiqdik. O'zingiz sanab ko'ring masalalari nomer 2 3 ta tengsizlik berilgan, tengsizliklarni yechishimiz kerak ekan. Birinchisi kosinus 3x kichik yoki teng 0. Demak, x o'qidan 0 degan nuqtani topaman. Bu 0 degan nuqta koordinatalar boshi va ushbu nuqtadan y o'qiga parallel qilib kesib o'tirishim kerak edi. U y o'qini o'zi bo'lib qoladi. Mana shu y o'qini o'zi 0 nuqtadan o'tuvchi kesim bo'lib qoladi. Endi shu 0 dan kichiklari so'ralgan. 0 dan kichik sonlar bu manfiy sonlar. Demak, x o'qining mana bu tarafi kosinus x kichik yoki teng 0 degan tengsizlikni yechimi bo'ladi. Bunga mos yoy ushbu yoy. Endi kosinus qachon 0 ga teng? 90 gradusdan 0 ga teng. Ikkinchi nuqtani topishim uchun 90 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'lib yuritib chiqaman. Bu yerga kelsa 180 gradus, yana 90 gradus masofa bosib o'tsa, bu 270 gradus. Demak, boshlanish nuqtasi 90, tugash nuqtasi 270 gradus bo'lib turibdi. 90 gradusdan katta yoki teng 3x, kichik yoki teng 270 gradus. 3x ga bo'lib yuborsam 30 gradusdan katta yoki teng x, kichik yoki teng 90 gradusda kelib chiqadi. O'zlashtirish uchun misollar. Nomer 2-chi misolga ham yetib keldik. Nomer 2 ning o'zida 3 ta tengsizlik berilgan va uchalasini ham yeching deyilgan shartida. Birinchisi kosinus 3x kichik yoki teng 0. Demak, qiymat qaysi o'qdan olinadi? Bilamiz, kosinuslarda barchasida qiymat x o'qdan olinadi. Qachon shu qiymatga teng? Kosinus 0 ga bilamiz 90 gradusda teng. 90 gradusda teng. Endi x o'qdan 0 degan qiymatni olishim kerak edi. X o'qdan 0 degan qiymat bu koordinatalar boshiga mos keladi. Keyin ana shu nuqtadan y o'qiga parallel qilib kesma o'tkazishim kerak edi. Bu y o'qining o'zi bo'lib qoladi. Demak, mana shu qiymat bizda kosinus 3x kichik yoki teng 0 tengsizlikda ishlashda kerak bo'ladi. Sen nima deb yotibsan? Nima bo'lib turibsan? O'zlashtirish uchun misollar nomer 2 ga ham yetib keldik. Nomer 2 ning o'zida 3 ta tengsizlik berilgan, uchalasi ham tengsizlikni yeching deyilgan. Birinchisi kosinus 3x kichik yoki teng 0. Qiymat qaysi o'qdan olinadi? X o'qdan olinar edi qiymat. Kosinusda va x o'qda 0 degan nuqtani belgilayman. Bu koordinatalar boshiga to'g'ri keladi. Keyin mana shu nuqtadan y o'qiga parallel qilib kesma o'tirishim kerak edi. Qarasak, y o'qiga parallel qilib kesma o'tkazsam, bu y o'qining o'zi bo'lib qoladi. Keyin qachon shu qiymatga teng? 0 ga kosinus bilamiz 90 gradusda teng. Qaysi yoy yechim? 0 dan kichiklari kerak ekan. 0 dan kichiklari bu, ya'ni 0 dan kichik sonlar, manfiy sonlar. Unga mos yoy bo'lsa, ushbu yoy. Ikkinchi nuqtani topishimiz uchun yechim bo'lgan yoy bo'ylab yuritib kelsak, bu yerga kelsa 180, yana 90 gradus bosib o'tsa, ikkinchi nuqtamiz 270 gradus bo'ladi. Demak, kichkinasi boshlanish nuqtasi 90 gradus, kichik yoki teng 3x, tugash nuqtasi 270 gradus. Radianga o'tiradigan bo'lsam, 90 gradusim pi taqsim 2 plus davr qo'shadigan bo'lsak, 2pk, 3x
radianga o'tiradigan bo'lsak, 3 pi taqsim 2 plus 2 pi k. Endi tengsizlikning barcha tarafini 3 ga bo'ladigan bo'lsak, yechim kelib chiqadi. Bu yerda 3 ga bo'lsak, pi taqsim 6 plus buni 3 ga bo'lsak, 2 pi k taqsim 3 dan katta yoki teng. 3 ga bo'lsak, 3 lar qisqarib ketsa, pi taqsim 2 plus 2 pi k taqsim 3 dan kichik yoki teng. Ya'ni javob pi taqsim 6 plus 2 pi k taqsim 3 dan pi taqsim 2 plus 2 pi k taqsim 3 gacha bo'ladi va tengligi bo'lgani uchun katta qavsda olindi yechim. Ikkinchisida argumentda 2x plus pi taqsim 6 turibdi va shuni 0 dan katta qiymatlari kerak ekan. Demak, qiymat qaysi o'qdan olinadi? X o'qdan olinadi. X o'qdan 0 degan nuqtani belgilayman. Bu yana koordinatalar boshi. Y o'q mana bu 0 degan nuqtadan kesib o'tirishim kerak edi va u y o'qni o'zi bo'lib qoladi. Endi kosinusning ana shu 0 dan katta qiymatlari kerak. Bilamiz, x o'qining 0 dan katta qiymatlari o'ng tarafda joylashgan va unga mos yoy mana bu yoy. Va 0 ga 90 gradusda teng. Ikkinchi nuqtasini topishimiz uchun 90 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yurtib chiqamiz. Bu yerga kelsa 0 gradus, yana orqaga qaytsa minusdan 90 gradus. Kichigi minus 90 bo'lganligi uchun boshlanish nuqtasi minus 90 gradus. 2x plus pi taqsim 6, tugash nuqtasi esa 90 gradus. Radianga o'tirib davr qo'shib ketadigan bo'lsam, minus pi taqsim 2 plus 2 pi k, 2x plus pi taqsim 6, pi taqsim 2 plus 2 pi k. Tengsizlikning barcha tarafidan pi taqsim 6ni ayirib yuboraman. Mana buni yo'qotish uchun pi taqsim 6ni ayirib yuboraman. Natijada bu yerda minus pi taqsim 2 minus pi taqsim 6 plus 2 pi k hosil bo'ladi. Bu yerda 2x ning o'zi qoladi. Bu tarafda bo'lsa pi taqsim 2 minus pi taqsim 6 plus 2 pi k. 3 dan mahraj bersam 3 pi minus 4 pi taqsim 6 plus 2 pi k 2x. 3 dan mahraj bersam 3 pi dan pi ni ayirsak 2 pi taqsim 6 plus 2 pi k. Buni 2 ga qisqartiradigan bo'lsak 2 pi taqsim 3 qoladi. Buni ham 2 ga qisqartiradigan bo'lsak pi taqsim 3 qoladi. Endi tengsizlikning barcha tarafini 2 ga ham bo'lib yuborsak, yechim chiqadi. Yechim buni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, minus pi taqsim 3 qoladi, plus buni 2 ga bo'lsak, pi k ni o'zi qoladi. Bu yerda esa pi taqsim 6 plus pi k qoladi. Demak, ushbu tengsizligimiz yechimi minus pi taqsim 3 plus pi k dan pi taqsim 6 plus pi k gacha oraliqda kelib chiqadi ekan. Demak, buni oldin soddalashtirib olaman. Ildiz osti 2 ni bu tarafga bo'lish qilib o'tiraman. Va buni irratsionaldan ham qutqarsam, minusdan ildiz osti 2 taqsim 2 degan nuqta kelib chiqadi. Bu x o'qdan olinar edi va manfiy son bo'lganligi uchun x o'qining manfiy tarafdan olinadi. Minusdan ildiz osti 2 taqsim 2 ni belgilayman. Minusdan ildiz osti 2 taqsim 2 ga kosinus 135 gradusda teng. Endi shu minus ildiz osti 2 taqsim 2 dan kichiklari so'ralgan. Kichiklari bu tarafda va unga mos yoy esa mana bu yoy. Mana bu nuqtaning qiymatini topishim uchun 135 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yuritadigan bo'lsam, bu yerga kelsa 180 bo'ladi. 180 bo'lishi 45 gradus masofa bosib o'tdi. Yana 45 gradus masofa bosib o'tsa, 225 gradusga kelib chiqadi. Boshlanish nuqtasi 135. Radianga o'tiradigan bo'lsak, 3 pi taqsim 4 plus 2 pi k dan katta 3x taqsim 2 minus buni ham radianga o'tiradigan bo'lsak, pi taqsim 15 225 5 pi taqsim 4 plus 2 pi k. Tengsizlikning barcha tarafiga pi taqsim 15 ni qo'shadigan bo'lsak, 3 pi taqsim 4 plus pi taqsim 15 plus 2 pi k 3x taqsim 2 5 pi taqsim 4 plus pi taqsim 15 plus 2 pi k. Ushbu tengsizlikni soddalashtirib, keyin 2 dan mahraj berib, mahrajni tashlab yuborib, hosil bo'lgan javobni ham 3 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, bizga tengsizlikning yechimi kelib chiqadi. 3-misol, tengsizlikni yeching. Ushbu tengsizlikni yechishdan oldin soddalashtirib olaman. Ya'ni sinus kvadrat x taqsim 4 ni tenglikning chap tarafiga olib o'taman. Kosinus kvadrat x taqsim 4 ning yoniga minus bo'lib o'tadi. Sinus kvadrat x taqsim 4. Katta ildiz osti 2 taqsim 2 dan. Bu kosinus 2 alfani berib turibdi. Demak, kosinus
2 ko'paygan x taqsim 4 katta ildizosti 2 taqsim 2 dan. Kosinus x taqsim 2 katta ildizosti 2 taqsim 2 dan ko'rinishidagi tengsizlik hosil bo'ladi. Endi ushbu tengsizlikni yecha olamiz. Ildizosti 2 taqsim 2 x o'qdan olinadi edi va x o'qining musbat tarafidan ildizosti 2 taqsim 2 ni belgilayman. Ildizosti 2 taqsim 2 ga 45 gradusda teng edi. Ildizosti 2 taqsim 2 dan kattalari so'ralganligi uchun mana bu o'ng tarafdagi yoy yechim. Bu yerga kelsa orqaga qaytib yurganligi uchun 0 gradusga tushadi va bu yerga kelsa yana 45 gradus masofa bosib orqaga qaytganligi uchun minus 45 gradusga keladi. Boshlanish nuqtasi minus 45 gradus, tugash nuqtasi 45 gradus. Javob minus pi taqsim 4 plus 2 pi k katta x taqsim 2 kichik pi taqsim 4 plus 2 pi k. X ni topishimiz uchun tenglikning barcha tarafini 2 ga ko'paytirib yuboraman. Shunda bu yerda minus pi taqsim 2 plus 4 pi k keladi. Bu yerda x ni o'zi qoladi. Bu yerda esa pi taqsim 2 plus 4 pi k degan yechim kelib chiqadi. Demak, ushbu tengsizligimizning yechimi minus pi taqsim 2 plus 4 pi k dan pi taqsim 2 plus 4 pi k gacha oraliqda ekan. 4-misol y teng ildizosti 1 plus logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra kosinus x funksiya x ning qanday qiymatlarida aniqlangan va x imiz 0 va 2 pi orasida bo'lishi kerak ekan. Demak, aniqlangan deganligi uchun ushbu funksiyadan aniqlanish soha olishim kerak. Ildizosida kelganligi uchun kvadrat, ya'ni juft darajali ildizning ostida kelgan funksiya nomanfiy bo'lishi kerak edi. Ya'ni bu yerda manfiy son tura olmaydi. Shunga ko'ra, buning aniqlanish sohasi 1 plus logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra kosinus x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak edi. Endi logaritmik tengsizlik bo'lib qoldi. Buni soddalashtiradigan bo'lsam, logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra kosinus x katta yoki teng minus 1 ko'rinishda hosil bo'ladi. Logaritmdan qutuladigan bo'lsam, kosinus x asosi 0 va 1 orasida bo'lsa, logaritmdan qutulgan paytda tengsizligimizning belgisi qarama-qarshi tarafga o'zgarib ketishi kerak edi. Ya'ni chap tarafi katta yoki teng bo'lib turgan bo'lsa, endi chap tarafi kichik yoki teng bo'lib qoladi va 1 taqsim 2 ning minus 1 darajasi keladi. 1 taqsim 2 ning minus 1 darajasi. Bundan kosinus x kichik yoki teng 2 keladi. Kosinus x ning eng katta qiymati 1. Demak, bu doimo 2 dan kichik. Bu tengsizligimiz x ning har qanday qiymatida o'rinli. Kosinus x ning har qanday qiymatida doimo 2 dan kichik, chunki eng katta qiymati 1. Lekin kosinus x ni istalgan qiymatida, ya'ni x ning istalgan qiymatida kosinus 2 dan kichikligini bilamiz. Ya'ni ushbu funksiya doimo aniqlangan deb turibmiz, lekin mana bu kosinus x ni 0 dan katta deb ketishimiz kerak. Chunki bu yerda faqat ildizosidan emas, logaritm qatnashganligi uchun logaritmik funksiyadan ham aniqlanishni olib ketishimiz kerak. Ya'ni logaritmning darajasi bo'lib turganligi uchun ushbu kosinus x imiz 0 dan katta bo'lishi kerak. Endi bu doimo o'rinli dedik va ana shu tengsizlikni ishlab qo'ysak bo'ldi. Kosinus x katta 0. Demak, 0 x o'qidan 0 degan nuqtani belgilayman. Bu koordinata boshqa to'g'ri keladi va ana shu nuqtadan y o'qiga parallel kesma tortaman desam, u kesmaning o'zi y o'qi bo'lib qoladi. Demak, 0 ga kosinus 90 gradusda teng. Endi 0 dan kosinus x ning 0 dan kattalari, ya'ni x o'qining 0 dan katta qiymatlari kerak bo'ladi va unga mos yoy bizda ushbu yoy bo'ladi. Demak, bu yerga kelsa 0 gradusga tushadi, yana orqaga qaytsa minus 90 gradusgacha qaytadi. Boshlanish nuqtasi minus 90, tugash nuqtasi 90. Ya'ni minus pi taqsim 2 plus 2 pi k x pi taqsim 2 plus 2 pi k ko'rinishida bo'ladi ushbu tengsizligimizning yechimi. Endi mana shu yechimni ham faqat 0 va 2 pi oralig'idagi qiymatlarni olishimiz kerak. Buning uchun k ga son beramiz. Demak, 0 dan katta, 2 pi dan kichik oraliqdagi yechimlar kerak. Birinchi, k 0 bo'lgan paytda bu yerdan minus pi taqsim 2 keladi. Minus pi taqsim 2 taxminan shu yerlarda bo'lsin.
Va bu tarafda esa pi taqsim 2 ni o'zi qoladi. Natijada k 0 bo'lgan paytda minus pi taqsim 2 va pi taqsim 2 orasidagi qiymatlar yechim bo'ladi. Buni grafikda tasvirlaydigan bo'lsak, ya'ni mana bu soniqda tasvirlaydigan bo'lsak, minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 orasi yechim bo'ladi. Endi k 1 bo'lgan paytda 1 qo'ysak 2 pi dan pi taqsim 2 ga ayrilib 3 pi taqsim 2 dan katta 1 qo'yadigan bo'lsak 5 pi taqsim 2 dan kichik bo'lgan qiymatlar kelib chiqadi. Buni sal chap tarafga yozib turaman. 3 pi taqsim 2 bu yer 2 pi edi. 3 pi taqsim 2 shu yerlarda, ya'ni 1,5 pi. 5 pi taqsim 2 esa 2,5 pi. Taxminan shu yerlarda bo'lsin. Endi shu ikkalasining orasi chiqib qoldi. Endi k ga boshqa son beradigan bo'lsam, uje 2 pi dan oshib ketadi. Manfiy sonlar beradigan bo'lsam 0 ga ham kirmay qoladi. Demak, minus pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2 orasi hamda 3 pi taqsim 2 bilan 5 pi taqsim 2 orasi chiqdi. Uni ham 0 va 2 pi oralig'ida yechimlari kerak. Demak, bu yerdan bu yergacha javob bo'lib turibdi bizda shunda umumiy holatda 3 pi taqsim 2 dan 2 pi gacha bo'lgan oraliq javob bo'lib turibdi. Javob 0 dan pi taqsim 2 gacha, 0 dan pi taqsim 2 gacha. 0 da katta qovus edi. O'zi misolni berilishida tenglik bo'lmaganligi uchun pi taqsim 2 desa kichkina qovus. Birlashma 3 pi taqsim 2 dan 3 pi taqsim 2 dan 2 pi gacha. 2 pi da katta qovus. Umumiy javobimiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni funksiyamiz 0,2 pi aralığındagi aniqlanish sohasi ushbu ko'rinishda ekan. 5-misol, tengsizlik x ning qanday qiymatidan o'rildi. Bu misolda ham shart berilgan ekan, ximiz 0,2 pi aralığındagi qiymatlari olinsin deyilgan. Demak, ko'rinib turibdi kvadrat tengsizlik. Buni yechish uchun oldin belgilash kiritib olaman. Ya'ni kosinus x ni t desam, kosinus kvadrat bu t kvadrat bo'ladi. T kvadrat minus 5 taqsim 2 t plus b katta 0 dan. Diskriminant b kvadrat minus 4ac kvadrati 25 taqsim 4 minus 4 ko'paygan 1 ko'paygan 1. 25 minus 16 taqsim 4 bu ham bo'ladi 9 taqsim 4. T1 ni topsak minus 5 taqsim 2 bo'lsa, bu yeri 5 taqsim 2 bo'lar edi. Bundan ildiz chiqaradigan bo'lsak 3 taqsim 2 2 ko'paygan a, ya'ni 2 ko'paygan 1. Yuqorisida 8 taqsim 2. Bu ham 4 bo'ladi. 4 ni ham yana 2 ga bo'lsak, T1imiz 2 ga teng bo'ladi. Pastida esa, ya'ni keyingi ildizimiz esa 5 taqsim 2 minus 3 taqsim 2 taqsim 2 bo'lar edi. Yuqorida 1, pastda 2 qoladi. Demak, bizda bir yechimi 2, bir yechimi 1 taqsim 2 bo'ldi. T ni kosinus x ni t deb olgandik. O'rniga kosinus x ni qo'ysak, kosinus x teng 2 keladi. Kosinus x ni qo'ysak o'rniga kosinus x teng 1 taqsim 2 keladi. Bundan oldingi mavzuda ham aytib o'tdim. Trigonometrik tengsizlikka chiqqan paytda kosinus 2 teng kosinus x teng 2 yechimni bo'sh to'plam deb tashlab ketmaslik kerak. Chunki bu umumiy tengsizlikning ishorasini topib beradi, bizga kerak bo'ladi. Buni chiziqli ko'paytuvchiga ajratib olar edik. Ya'ni agar ax kvadrat plus bx plus c bo'lsa, kvadrat uch xatimiz a ko'paygan x minus x1 x minus x2 ko'rinishida chiziqli ko'paytuvchiga ajratish formulasi bor edi. Shunga ko'ra, ushbu tengsizlikni chiziqli ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsak, a ning qiymati 1 bo'lganligi uchun yozib o'tirmayman. X bo'lganligi uchun bu yer x. Bizda noma'lum kosinus x bo'lganligi uchun endi men ham bu yerga x emas, kosinus x deyman. Minus 1 ildizi 2 chiqdi. Ikkinchi ildizi esa 1 taqsim 2. X minus x1, x minus x2. Ya'ni kosinus x minus 2, kosinus x minus 1 taqsim 2. Katta 0 dan. Endi birinchi qovusning qiymati doimo manfiy. Chunki kosinusning eng katta qiymatini qo'ygan taqdirimizda ham, ya'ni eng katta qiymati 1 ni qo'ygan taqdirimizda ham 1 dan 2 ni ayirsak manfiy chiqadi. Eng katta qiymatida manfiy chiqdimi? Demak, boshqa qiymatlarda ham birinchi qovus doimo manfiy. To'liq ifoda 0 dan katta, ya'ni musbat bo'lishi kerak ekan. Demak, manfiyga faqat manfiyni ko'paytirsakkina musbat bo'ladi. Shunga ko'ra ikkinchi qovusimizni ham manfiy qiymatlarini olishimiz kerak. Natijada bizda kosinus x minus 1 taqsim 2 katta 0 ko'rinishidagi tengsizlik hosil bo'ladi. Bundan kosinus x katta 1 taqsim 2 kelib chiqadi. Bu tengsizlikni yechadigan bo'lsak, x o'qidan 1 taqsim 2
musbat tarafda joylashadi. 1/2 ga 60 gradusda teng kosinusimiz. Endi 1/2 dan kattalari kerak. 1/2 dan kattalari o'ng tarafda joylashgan. Unga mos yoy ushbu yoy. Yechim bo'lgan yoy bo'ylab o'tadigan bo'lsak, bu yerga kelsa 0 ga tushadi. Yana 60 gradus yoy bosib o'tsa, -60 gradusga keladi. Boshlanish nuqtasi -60, tugash nuqtasi 60. -60 dan katta ximiz kichkina 60 dan. -pi/3 +2pk dan katta ximiz kichkina pi/3 +2pk dan. Endi mana shu yechimni ham 0 u 2pi oraliqda joylashganlari kerak. 0 va 2pi oraliqda joylashganlari kerak. Buning uchun yana k ga son beraman. Birinchi k 0 bo'lsin. K 0 bo'lgan paytda bu yer yo'qolib ketadi. -pi/3 qoladi. Katta x kichkina, bu yerda faqat pi/3 qoladi. Demak, -pi/3 taxminan shu yerlarda bo'lsin, pi/3 shu yerlarda bo'lsin. Ikkalasining orasi yechim bo'lib qoldi. Mana bu yer yechim bo'lib qoldi. Endi k 1 bo'lsin. K 1 bo'lsa 2pi qoladi. Undan pi/3 ni ayiradigan bo'lsak, 5pi/3 dan katta x kichkina. Bu yerga 1 beradigan bo'lsak, 7pi/3 bo'lib ketadi. 7pi/3 2pi dan katta. 5pi/3 esa 2pi dan kichkina. Demak, 5pi/3 shu yerda joylashadi. 7pi/3 2pi dan, ya'ni oraliqdan chiqib ketadi. Javob hozircha -pi/3 dan pi/3 gacha, 5pi/3 dan 7pi/3 gacha bo'lib turibdi, lekin uni ham faqat 0 va 2pi oralig'ida joylashgan qiymatlari kerak. Demak, javob umumiy holatda 0 dan pi/3 gacha va 5pi/3 dan 2pi gacha oraliqda kelib chiqadi. 0 dan pi/3 gacha tengligi bo'lganligi uchun, ya'ni katta qovusda bo'lganligi uchun 0, bu tarafda ham katta qovusda. Misolda tenglik yo'q bo'lganligi uchun pi/3 esa kichkina qovusda. Birlashma 5pi/3 dan 2pi gacha ko'rinishda umumiy yechimimiz kelib chiqadi. 6-misol, tengsizlikni yeching. Tengsizligimizda ko'rib turgan bo'lsangiz, kosinus ham bor, sinus ham bor. Buni oldin soddalashtirib yoki faqat kosinus yoki faqat sinus qoldirishimiz kerak. Buning uchun buni tenglikning ikkala tarafini biror bir songa ko'paytiribmi, bo'libmi yoki qo'sh formulasimi yoki ikkilangan burchak formulasini keltirib, xullas nima chiqib bo'lsa ham yo faqat kosinus yo faqat sinus qoldirishimiz kerak. Tenglikning ikkala tarafini ham 5 ga bo'lib ko'rsam, chunki ikkala tarafi ham 5 ga bo'linadi ekan. Natijada kosinus 2x minus ildizosti 3 sinus 2x kichkina 0 ko'rinishida tengsizlik keladi, lekin baribir hech narsani bermadi. 2 ga ham bo'lib ko'rsam. 2 ga bo'lsam, bu yerda 1/2 kosinus 2x minus ildizosti 3/2 sinus 2x kichik 0 ko'rinishidagi tengsizlik hosil bo'ladi. Keyin 1/2 ni yozish mumkin sinus 30 gradus deb. Ko'paygan kosinus 2x minus ildizosti 3/2 ni yozish mumkin kosinus 30 gradus deb. Ko'paygan sinus 2x kichkina 0 dan. Ko'rib turganlaringizdek, sinus alfa minus betaning formasi kelib chiqdi. Demak, maqsadimizga yetdik. Sinus alfaning o'rnida 30 gradus turibdi, minus betaning o'rnida 2x turibdi. Kichkina 0 dan. Tengsizlik hechkan paytda ko'p aytganmiz, tengsizlik hechkan paytda noma'lumning oldidagi ishora iloji boricha manfiy bo'lmasin, musbat bo'lsin. Shuning uchun buni qavsdan tashqariga minus chiqarib, ya'ni 2x ning oldidagi minusni qavsdan tashqariga chiqarib yuboraman. Natijada sinus minusdan bundan qavsdan tashqariga minus chiqarsam o'rni o'zgaradi. 2x minus 30 gradus keladi. Kichkina 0 dan. Bilamiz, sinus minusni oldiga chiqarib yuboradi. Minusdan sinus 2x minus 30 kichkina 0. Tenglikning ikki tarafini ham minus 1 ga bo'lib yuborsak, bu yerda sinus 2x minus 30 gradus qoladi va tenglikning ikkala tarafini ham manfiy songa bo'lganligimiz uchun tengsizlik belgisi qarama-qarshi tarafga o'zgaradi. Oldin kichik 0 bo'lib turgan bo'lsa, endi katta 0 ko'rinishda hosil bo'ladi. Endi sinus bilan bog'liq trigonometrik tengsizlik hosil bo'ldi. Buni ham yechib o'tamiz. Sinus bilan bog'liq trigonometrik tengsizliklarda o'tgan darsda ham aytib o'tdim, bu yerda emas qo'yman, qiymat y o'qdan olinar edi. Demak, y o'qdan 0 degan qiymat olaman. Bu koordinata boshiga to'g'ri keladi va ana shu nuqtadan x o'qqa parallel kesib o'tishim kerak edi.
u x to'qning o'zi bo'lib qoladi. Mana shu o'q bo'lib qoladi. Va 0 ga sinus 0 gradusda teng. Endi ana shu 0 dan kattalari kerak ekan. 0 dan kattalari yuqorida joylashgan. Unga mos yoy esa ushbu yoy bo'ladi. Ikkinchi nuqtasini topishim uchun 0 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yo'ltib chiqaman. 90 gradus va 180 gradusga keladi. Javob 0 plus 2pk dan katta. 2x minus 30 gradusni ham radiyanga o'tiradigan bo'lsak, pi taqsim 6 kichkina pi plus 2pk. 2pk tengsizlikning barcha tarafiga pi taqsim 6 qo'shib ketaman. Kichkina 2x pi plus pi taqsim 6 plus 2pk. Soddalashtiradigan bo'lsak, pi taqsim 6 plus 2pk 2x 6 dan maxraj berib pi ni qo'shsak 7pi taqsim 6 plus 2pk. Barcha tarafini 2 ga bo'lib yuborsak, yechim kelib chiqadi. Pi taqsim 12 plus pk dan 7 pi taqsim 12 plus pk gacha oraliq ushbu tengsizlikning yechimi bo'lar ekan.